Bitada o'xshab chiqadigan tartaletkani faqat shu usulda tayyorlash mumkin. Chayna bulgurmasizdan og'zingizda erib ketadi. Idishga un solib, margarin cho'rkadan chiqaramiz. Ikkalasini kroshka qilib olib, ustidan saxarning pudrasi solamiz. Yana bitta aralashtirib yuboramiz va tuxum sarig'i hamda qaymoqni solib, yumshoqini qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Xamirni tindirish shart emas, yong'oqdek zuvolachalarga bo'lib chiqamiz. Qolipiga solib, shunaqa savatchalar yasab olamiz. Gaz pechida 20-25 daqiqada o'rta olovda pishirib olamiz. Chiqqan tartaletkalarimizni qolipidan juda ham oson ajraydi. Endi bularga cheese krem tayyorlab olamiz. Idishga qaymoq, tvorojniy sir hamda sgushonkani solib, qo'yilgunicha is chiqquncha mikser qilamiz. Kremimizni savatchalarimizga nasatka yordamida chiqini xohishga ko'ra bezatamiz. Menda malina va golubika, mana eng sara mevalar bilan bezatilgan tartaletkalarimiz tayyor bo'ldi. Asosida albatta zakazga ham tayyorlasanglar bo'ladi. Yoqimli ishtaha.